Assalomu alaykum, hurmatli tomoshabinlar. Hozir siz bilan biz uydagi qolgan masalliqlardan shirin qatlamali pichonni tayyorlashga harakat qilamiz. 1 qoshiq chayni sodaga 1 qoshiq uksusni aralashtirib, yarim litr qolgan qatiq yoki qatiqdan yuqularini yarim litr qilib suv bilan aralashtirib, unga shu chayni sodamiz bilan aralashgan uksusimizni quyib olamiz. So'ng hammasini bir qator aralashtirib, mana reaksiyaga kirishni boshladi. Chayni soda va uksus qatiq bilan. Men qatiqlarim bankani tagida qolgan qatiqlar. Shuning uchun suv aralashtirib, uni ko'paytirib oldim. Endi 1 qoshiq drojimizdan, ya'ni katta qoshiqda sov olamiz. Uni ham bir qator aralashtirib, reaksiyaga kirgizib olamiz. Orqasidan yaxshilab aralashtirib olganimizdan keyin, ko'rib turibsizlar, gupuryapti. Katta qoshig'imizda 8 qoshiq shakar olamiz. Men shakarlarimni shunaqa bankada saqlayman. Uni ham yaxshilab aralashtirib olamiz. Endi esa unni olib, yog'imizni ham unutmasligimiz kerak. Oddiy yog'imizdan 150-200 gram sovuramiz, yumshoq chiqishligi uchun. Menda shunaqa prostoy, oddiy slichniy maslamiz bor edi, shundan foydalandim. Va unni elab xamir qorib olamiz. Xamirimiz o'rtacha qattiqlikda bo'lishi kerak. O'ta yumshoq ham bo'lmasligi kerak va o'ta qattiq ham bo'lib qolmasligi kerak. Orada xamirimizni tindirib, sariyog'larimizni eritib olamiz va xamirimizni o'qlov yordamida yoyib, unga yog', ichiga tabga ko'ra yong'oq va shakar sepib, shunaqa dumaloq qilib kesib pishirib olamiz.